Ota-onamni, yaqinlarimni Umra safariga jo'natmoqchiman. 2026-yil avgust oyida va sentyabr oyida narxlar qanaqa bo'lyapti degan obunachilarimiz uchun xudo xolasa aynan bu video sizlar uchun bo'ladi. Videomizni o'tkazib bormasdan oxirigacha ko'rib turasizlar. Sizlarga chiroyli qilib ma'lumotlarni olib berishga harakat qilamiz. Bugun Hikmat Travel Abdug'offor aka oldilariga yetib kelganmiz. Videomizni boshidan bizga bittadan like bosib, kanalimizga obuna bo'lib bizni qo'llab-quvvatlasalar, xudo xolasa qanaqadir biz yangi video qo'yadigan bo'lsak, sizlarga birinchilardan bo'lib chiqib boradi. Like'larni bosib qo'ygan bo'lsalar ham biz videoni boshladik. Assalomu alaykum Abdug'offor aka, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Aka, endi biz obunachilar uchun yangi reyslar qo'yildi dedingiz. Bitta narxlar bilan tushuntirib bering aka. To'lov masalalari o'zi qanaqa bo'ladi aka sizlarda? Borishgandan keyin sharoitlari qanaqa aka? Xo'p bo'ladi. Xo'p, Farg'onadan boraman deydigan obunachilarimiz uchun kunlari 23-avgust kuni bor, 29-avgust va 30-avgust kunlari bor. Bularning narxini $995 qilib beramiz, xudo xolasa. Vodiydan ketmoqchi bo'lganlar uchun. Toshkentdan avgust oyida reyslarimiz kunlari 22-avgust kuni bor, 24 va 25-avgust kunlari bor. Bularning narxini $965 qilib beramiz, xudo xolasa. Xo'p, Toshkentdan sentyabr oyiga boraman deydigan obunachilarimiz uchun 4-sentyabr kuni bor, 5-sentyabr, 6-sentyabr, 7, 8, 11, 12-sentyabr kunlari reyslarimiz qo'yilgan. Buni narxini $965 qilib beramiz, xudo xolasa. Xo'p, Vodiydan sentyabr oyiga boraman deydigan obunachilarimiz uchun Namangandan bor sentyabr oyiga 3-sentyabr kuni bor, 10-sentyabr, 17 va 24-sentyabr kunlari reyslarimiz bor. Buni narxini $995 qilib beramiz, xudo xolasa. Ularga qulay bo'lgan vaqtda ketsa bo'lar ekanda, xolasalar avgustga ketishadi. Xolasa sentyabrga joylanib qo'yadi. Xudo xolasa hozirdan telefon qilib joylarini bron qilsa bo'ladi. Bemalol. Zo'r. Endi aka sizlarda to'lov masalasi qanaqa bo'ladi? Xo'p, to'lovlarimiz xohlasa ofislarimizga kelib to'lov qilsin. Ofislarimizning manzillari Toshkentda bor, Andijonda bor, Farg'onada bor. Yoki bo'lmasam bizga uzalik qiladi deydigan bo'lsalaring, shu nomerlarda Telegram, WhatsApplarimiz bor. Onlayn joylayni bron qilsalaring ham bo'laveradi. Rasmiy hisob raqam beramiz. Jindekkina zakolat hisobida vizani puliga tashlab berasizlar zakolat, bank orqali hisob raqamga, qolganini aeroportda hisob kitob qilaveramiz, xudo xolasa. O'zlariga qulay bo'lgandan to'lovlar amalga oshirsa bo'lar ekanda, deymi? Bemalol. Zo'r. Endi aka borishgandan keyin sharoitlar qanaqa bo'ladi? Xo'p, sharoitlarimiz Madina Munavvarada 200 metrdan 400 metrgacha gastitsamiz uzoqligi, Makka Mukarramada 1 kilometrdan 2,5 kilometrgacha. Qaysi gastitsamiz bo'sh bo'lsa o'shga tushadi. Xo'p, bundan tashqari joylashuvlar 4 kishilik, 5 kishilik joylashuvlar bo'ladi. Xo'p, Madina Munavvarada 2 mahal o'zbek milliy taomlari, Makka Mukarramada 3 mahal o'zbek milliy taomlari. Madina Munavvara ziyoratlari, Makka Mukarrama ziyoratlari, Qizil dengiz sayohati ham bu turimiz o'z ichiga oladi, xudo xolasa. Xo'p, bemalol aloqaga chiqib joylarni biron qilsalar bo'laveradi. Xo'p, 50 bosh xizmati, 50 boshimiz iloji boricha aeroportdan birga borib birga kelishadi. Firma tomonidan kamza so'mga bejik beriladi. Qaytilayotganda 5 litr zamzam so'm bonus sifatida qo'shib beriladi. Agar mabodo 50 boshi birga bormaydigan bo'lsa, aeroportda kutib oladi, xudo xolasa, Saudiyada. Zo'r. Gap yo'q. Bemalol pastdagi raqamlarga aloqaga chiqib o'zlaring joylarini biron qilishlari mumkin. Xudo xolasa sizlarga yanada to'liqroq ma'lumot berishadi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha.